Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz vatandoshlar, mashaalloh, ayni vaqt biz Qashqadaryo vohasi Koson tumani Yodgor qishlog'idamiz. Mana mashaalloh. Fazl akamiz xonadonlarida mana Allohning mo'jizasi, mana qo'ylari tuqqan Alloh deb arabiy mana hatto. Mashaalloh. Biz ko'rib juda ham ta'jubga tushdik azizlar. Ana Allohning borligi, barhaqligi buni ko'rib azizlar mushohada qilishlik kerak. Vaqtida tarvuzlarda yoki chorva mollarida bunaqa holatlarda bo'lishligi azizlar Alloh subhanahu va taolo bandalarini tafakkur qilishlikka, har birlarimizda mana shundan bir ibrat olishlikka Alloh taolo mana sizni bizni chaqiryapti. Mashaalloh. Mashaalloh. Mana Alloh o'zini borligini, barhaqligini mana o'zini chorva mollarda ham mana azizlar ko'rsak arabiy xatda Alloh deb bu qo'yimiz har yil shunaqa tug'ar ekan. O'tgan yil ham mana shunaqa tuqqan, Fazl akamiz aytayapti. Bugungi ham mana biz o'tayotib ko'rib qoldik. Mashaalloh. Alloh taolo har birlarimizni iymonda, islomda sabit qadam aylasin. Allohning o'zi bu xonadonga fayz barakotlarni, chorvalarga Alloh taolo o'zi barakot bersin. Assalomu alaykum va rahmatullohi taolo va barakatuh.